Yazğıcı Ruqiya Abdulla qalamida bitgan 10 qismliq ovozliq povest Hijron naqshisi. Birinchi qism. Mən axırı uzundan buyan mening o'ylarimda eng sevimli kishilarim bilan tang yashab kelgan bu shaharga qadam bosdim. Avtobusda birga kelgan safardoshlarimdan xeyli surishtiribmi, o'zim izlaydigan odam haqida bir aniq puchurga ega bo'lolmay tit bo'lgan bo'lsam-mu, yanada uni topolmasligimga ishonmaydim. Baş üstümdə eslişib turgan külrang bulutlar, osmonning bir burchigida uyga qaytishga oldirayotgan qizg'ish quyoshni hozirla yutib ketadigandak, ha deb quyosh tarafga surilatdi. To'nglab jang'iyib ketgan yo'llar, binolar xuddi menga, "Ha, tantak qiz, manzilingni qanday topa olasan-kin qani? Ko'rib baqayli." deyotgandek ko'zimga to'limi so'rin, haqavur ko'rinmoqda edi. Mən bu natunish mehmonni xola-xolmas qabul qilayotgan bu oqqush shaharning sovuq ko'zlariga qarab pichirladim. Ko'raqliginga cho'qim pushaymon qilsa. Qo'limda kichik safar sumkasi. U men bilan tang bu natunish shaharga musofirlik qadamini bosdi. Ehtimol bundan keyin mushundaq natunish shaharlardan nechtisiga, hatto nurg'unlarga mushundaq safar sumkalar bilan kirib kelama. Lekin bu sumkadan boshqa hech qaysisi buningdek talaylik bo'lib ketalishi notayin. Ehtimol nurg'un natunish shaharlar bilan tonish bo'lib ketama. Lekin o'zimga hozirgidek tonish bo'lib ketalishim notayin. Qor ushqundashqa boshladi. Kristaldek oppoq qor mening har tarafga umid bilan talmirgan ko'zlarimni o'rab turgan quyuq kirpiklarimga bir-birlab qo'nib, xiraman holda o'zlarining kuyini yangritishmoqda. Ko'zlarim oxir yo'l bo'yida harvisini so'rab, so'qmoq setayotgan odamni ko'rib qoldi. Men yugurib digidek u odamning oldiga bordim. Uningdan izlaydigan odamim ishlagan maktabning o'rnini so'rdim. Mushu chiroyli salomlaringiz uchun bo'lsa-mu, sizga texmi bakrak yordam qilsam bo'ladi. Lekin hozir men Harvin tashlab ketamayman deng. Siz avval men degan adres bo'yicha izlab beqing. Musofir ekansiz. Navoda topolmasangiz, menga telefon qiling. Uyimda ayolim, sizda qizim bor. Bizning uyda qo'nib, qizim bilan birga izdanglar. Sizga qizimning telefon nomerini deb beray. Qalam qog'oz bormi yoningizda? Sizni ovora qilgan bo'ldim. Men sumkamdan ayirmaydigan kichik xotiramni qalam bilan sundim. U to'nglab uyushib ketgan qo'llar bilan qing'ir qiysi qilib telefon nomerini yozdi. Shu topda bu odamning to'nglab, yerilib ketgan qo'pol qo'llari, sovuqdan ko'kirib ketgan chiroyi menga boshqacha suyumlik tuyuldi. Qalbimning bu shahar egallagan ko'znaklaridagi jang'ildab ketgan muzlar tunji qitim kuchli haroratdan tangirqab qoldi. Men so'qmoq sotquchining dabbagini bo'yicha mashina to'sib, o'tul bu shahardagi tunji manzilimga qarab mangdim. Tashvishlik o'ylar mashinaning aynaklaridan ko'zimga tashlanib turgan azodi yo'llar, go'zal manzirlarni damma-dam xarob qilib bormoqda edi. Siz degan maktabmi shu? Shofirning ovozi meni o'ylar sohildan tortib keldi. Siz bir necha minut turib tura olasizmi? Hozirlik qaytishim mumkin. Shofirning qo'shumi qashlari ostidagi chechan ko'zlariga qarab o'tindim. Bo'ldi, tezroq bo'ling amsa. Maktabga anda-sanda kirib chiqayotganlarni hisobga olmaganda, bu maktab xuddi sirliq o'rdidek timtoz, surlik edi. Men mashinadan tushib, maktab darvozasi ichiga o'rinlashgan navbatchilik bilan o'ltirgan ikki odamga salom qildim va izlaydigan odamimni deb berdim. U xonim pensiyaga chiqib ketganmi, 2 yilchi bo'lib qoldi-ku deyman. Ta'til bo'lg'achqa ahvolni tafsil biladigan o'qituvchilarmi hozir yo'q. Men telefon nomerini izlab baqay-ya. Mana. Ehtimol shu nomer bo'yicha topa olishingiz mumkin. Rahmat sizga. Arqamga yinib, meni saqlab turgan kira mashinasiga chiqdim. Shofirning tezroq bo'ling degan gapi meni navbatchi o'qituvchidan texmi azvaylab so'rashdan to'sib qo'ygan edi. Men shofirning savol nazari tikilgan ko'zlarini ko'miganga silib, telefonni ilib, boyiqi nomerini bosdim. Yuragim silib ketdi. Bu natunish shaharda bo'yin qisib qolmayman. Mushu nomer shu bo'g'iydi. Qo'llarim nomerni besib bo'lg'icha, dilimda bu tilaklarim necha qitim takrorlanib bo'lgan edi.
telefon iling'ich bo'lgan orliqdagi har bir tit-tit qilgan ovoz, vaqtning to'xtab qolgan qadamlar bilan billa meni bu yot shaharda musofirchilik va g'iriblikning rahimsiz oyoqlari ostiga ishtiratdi. Oxir telefondan yiqimliq, ammo miskin bir ovoz bo'sh anglandi. Men o'zimning kimligimni qisqila aytgandan keyin uyning adresini so'radim. Va bilinmay qolmay deb telefonni shofirga berdim. Bo'ladi xonim, mehmonni uyingizga hozirla yetkazib qo'yman. Şoförning telefonni menga berishi bilan eg'ir bir shukdan xalos bo'lgandek bo'ldim. U qandoq ayoldi. Men qandoq muomalada bo'la? Qalbimning bir yerlarida yenib turgan adovat ushqunlari uning oldida oshkoralanib qolarmi? Sansiz qitimlab kallamni chermib olgan bu qadirmash xiyollar şoförning bu shahar haqidagi qizg'in maranglik bo'lgan diqqatimni to'sib turadi. Men oxiri uzundan beri orzulab kelgan ishimni chekdim. Ishik yo'q, kirayvering qizim. Men bu so'g'dan qadam oldim. Chochlari oqargan, mehri issiq bir ayol ishikdan kirgandagi uyning derazasi oldida o'rindiqda illiq kulimsirab o'tiradi. U o'rindan tasti turib, menga quchqini ochdi. Shu topda uning quchqidan o'zimni qochirish mumkin emas edi. Ham qochirish xiyolim yo'q edi. Uning chanoqlari o'ltirishib ketgan bo'lsa-mu, yana kuchli bir harorat va oq ko'ngillik kimib turgan ko'zlarda lig'irlab turgan unchilarga qarab, o'tgan o'rilib, o'zimni tuymagan holda esanib shiqildim. Biz oxir ko'rishdik. Oxir yuz ko'rishishni istadik. Shundoq. Biz oxir yuz ko'rishdik. Menmi oramda so'zlayapman. Birdinla ichimdan o'rlab chiqayotgan ochiq bir qiydash, boyqa tunji ko'rishdan paydo bo'lgan tatliq tuyg'ularni bichdi. Uningdan jiroq dur. Kimligini unutma. Sabiy qalbingda nafrat urug'larini bixlantirib, bugungacha xuddi qiyrinishingda o'ldirib yashab kelgan bu ayolga uning o'tgani shunday oson kechib bermasin. Neri dur, jiroq dur uningdan. Men uning menga eslab turgan belaklarini qo'yib, chiroyimdan nimadir izlayotgan jimjit tikilgan ko'zlarga sovuq nazar tashladim. Ah, qanday qilay uning chechanligini. U ichimdagi g'ayonni bilib qolgan edi. Uning kulimsirab turgan yuzlari tortishib, lavlari o'mchaydi. Bilaman, menga ochchig'ing bor. Biz aldirmay so'zlashaylik. Avval yeshinib, azodi bo'lib ol. Bu uyni o'z uyim deb bil. Uyimga keldim deb bil qizim. Uning sanlab so'zlashini damalliqqa qabul qilolmasam-mu, lekin nemishqidir menga bakmi yiqimliq tuyuldi. Birdinla o'zimni xuddi dadamning, onamning oldida turgandek shunday yengil his qildim. Tova. Boyatigi qonlarimni o'rkashlatib turgan ochiq qiydoshlarim nalak yo'qoldi-ki-na. Uningga ichim og'riyotdi. Xuddi onamga ichim og'irgandek. O'zimning tegicha hanviqib turgan holatimga qarab, nima deyishni bilolmay, o'ng'aysiz bir holatda qolgan uning qo'llarini asta tutdim. Shundoq qilma, o'z uyim deb bilma. Uning ojiz kirpiklariga eslib qolgan bir necha dona marvoyi tomchilar shu hamon pastga serilib tushdi. Ma'qul qizim. Rahmat sana. Men çay tayyorlay. Qizimga o'z qo'lim bilan çay tayyorlay. Sen yandagi hujraga narsalarni qo'yib yuyinib olgin. Bilamsan qizim. Bu uyni men sana tayyorlab qo'ygan. Uzundan beri ballam yetib baxmadi. U sening hujrang. Mening tuyg'um azaldan men aldamaydi. Men hamon bir kuni meni izlab keladiganligini bilatdim. Issiq bir iqim uygi-uygilarimgacha eritib, vujudimni larzaga soldi. Demismi shundoq yuyung'im kelib ketgan edi. Men tortishmayla munchining issiq suyida uzoq yuyundim. Xuddi uzundan yuyunib baxmagandek. O'z uyimda yuyungandek. Bayatdan sovuq bilingan bu uy endi boshqacha illiq, rohat tuyuldi. Biz qor ushqunlarining deriz ko'znaklarga urilishini tomosha qilg'ash, billa choy ichdik.
uning qorni yaxshi ko'rdiganligi oppoq kristallarga zo'q bilan qarshitilinib bilinib turadi. Uning o'yida nimalar kezib shirdikin? Nemishqa texchi ota-onamni so'rab qo'ymaydikin-a? Ehtimol mening eg'iz etishimni kutayotgandi. U mening o'ziga diqqat bilan qarab o'ltirganimni sezgandek so'z boshladi. Bəkli qiyirib, sətlişib ketibdimanmi? Yo'q, shundoq esil, latofatli turibsiz. Sizga masligim kelyotidi. Tugishib ketdim. Qara, çaşlarım tamam oqadi. Ko'zlarim ko'mas bo'ldi. Asli buncha bo'lib ketgudek vaqtim emasdi. Şoňa baldurly pensiyaga chiqib oldim. Hozir menda hech nima qolmadi. Hech nima. Yo'q, uncha emas. Menga undaq bilinmadi. Çaybek esil damlanibdi. O'zingiz tangshidingizmi? Shundaq. O'zim tangshidim. Sangmi o'gitib qo'yman. O'zing tangshivasang yaxshi. Tetigan bo'lsa ko'proq ishkin, qiziq ishkin. Siz men va ota-onam to'g'riliq hech nima so'ramadingiz. Shundaq. Men so'ramadim. Lekin bizning parangimiz endi boshlanadi. Uzilmaydi. Shu tapda men shundaq xushal ham azobliq tuyg'uda. Xushalligim sen uchun qo'zam. Azoblanishim kashmishlarimga yana bir qitim qadam besish oldida turganim uchun. Nima bo'lsin sen kelding. Sen nimalig'ima, nada o'qigan bo'l. Amdiki g'amlaring ishkimizga o'rtaq bo'ladi. Sizni ko'rib, onamni ko'rgandek bo'lib qoldim. Asli bundaq tuyg'uda bo'laman deb o'ylab boqmagan. Shundaq. Menga nafratlanib kelgan eding, shundaqmi? Meni tushunganingga rahmat. Xohlasang, meni onam deb qaraver. Aslida men sening ikkinchi onang. Sizga ko'rsatadigan bir narsa bor. Men shundaq jazm qildim. Avval ishkimiz kashlik tomoq yetib yeyli. Sen mi ochding, charchiding. Men qizimning qo'lining ta'min tetib baqay. Aslida seni o'ltirg'izib qo'yib, sana tomoq qilib bersam bo'ladi. Lekin ko'rib turibsan. Halim mushi bo'lib qoldi. Ishtik mengib bo'lolmayman. Uning xursinish ichida aytgan so'zlari shunchalik miskin va hasratlik bilindi. Men aslida u ikkinchi onang deydi. Nemishqa shundoq deydigandi? Agar birinchi onam bo'lib qolsa-chi, to'g'ri. O'z onam, meni tuqqan onam bo'lib qolsa-chi. Xuddi kinolarda tasvirlangandek. Uning o'ruq gavdasini ko'zlarim bilan quchoqladim. Ona, jinim ona, endi sizni yolg'iz qoldirmayman, g'irib sindirmayman. Judolikdan puchlangan yuragingizni bolalik mehrim bilan yashardim. Sizni bilmay yurgan aqlimga, sizni tonimagan ko'zlarimga la'natlar bo'lsin jinim ona. Qo'llarimni uningga so'zdim. Tuyuqsiz ko'z oldimda ko'zlardan umitsizlik va norozilik chiqib turgan onam paydo bo'ldi. Uning mixdek qadilib turgan ko'zlaridagi ayiblash mening boyiqi bangvosh tuyg'ularimni titib tashladi. Ona, men qizim, gaping bormi? Yo'q. O'zimcha onamni o'ylab. Men cho'chib xiyolimni yig'ishtirdim. Ko'z oldimda onam yo'q. U savol nazari bilan menga tikilib o'ltiradi. Ixtiyorsiz ko'z yoshlarim dumlab tushdi. Menmi uzundan buyon yaralangan qush bolasdek shunchalik xiyirib, shunchalik bechorlarcha yashab keldim-ku. Beshimni silagan nurg'un oq ko'ngil kishilarga bo'lgan qarzdorlik tuyg'usi hamon mening xiyollarimni, qadamlarimni chirmab keldi. Qo'y qiz adovatlarimni. Uning qog'jirab ketgan bag'riga tashlanib, ho'kirab yig'lab olsang, uning datlaringni to'kib olsang nima bo'pti?
Seni nefes aldırmayıvatkan, sana quyosh nurini ko'rsatmayvatgan kallangdagi zindonlaringni ko'ydir amdi. O yerdan o'zingni ozod qil. Hech qisi yo'q qizim. Ko'nglingni yerim qilma. Men tamoq etay. Siz eng amroq tamoqni etay. O'zimning uning bilan shundoq oson chiqishib ketayotganimni sezib turatdim. Biz xuddi amroq ona bolalardek birga tamoq etishga tutundik. Meni o'ylamay o'zing amroqni etgan qizim. Gugum perdisiga o'ralgan zemin, osmonning u yer bu yerlardan yaltirab ko'rinishga boshlagan yulduzlarning chiqib bo'lishini saqlayotgandek jimjit va sirlik edi. Qor xiyli adab qolgan bo'lib, deriz aynaklarga tinimsiz urilib turadi. Keşlik tamoqni yeb bo'g'ili, xiyli bo'lgan bo'lsa-mu, har ikkilimiz qandoqdir bir so'zning chiqishdan qo'rqayotgandek unsiz bo'lib qilishgan edik. Uning shu topdagi xiyollarini to'liq bilib bo'lolmasam-mu, lekin uning chunqur o'yga patgan g'amkin ko'zlaridan qattiq azoblanayotganligini sezib turatdim. Men oxiri uni ham qo'rqitayotgan, ham intildirayotgan narsani oldimga qo'ydim. Bu ota-onamning sizga qoldirgan yordamisi. Uzundan buyon sizga yetkazib berishni o'ylagan bo'lsam-mu, lekin men sizni izlayalgandek bir holga kelib bo'lamagan bo'lg'ashqa, bu omonatlarni to'limi kechikib oldingizga olib keldim. Bilamsan qizim. Uningdek so'zlardan qanchalik qo'rqayotganligimni bilamsan. Yo'q, sen tushunmaysan. Ozroq bo'lsa-mu tushunishing uchun ish bo'lmasa, menda yashab beqishingga to'g'ri keladi. Lekin undaq bo'lmasin. Sen o'qib beramsan qizim. Men baribir kunduzimni o'qiyolmayman. Ko'zimning nuri ketdi. Burunqada kech-kechalab kitob o'qiydigan vaqtlarimiz kammasga ketibdi. Men o'qib basam bo'lamu. To'liq o'qib, menga chekit pashlargacha yodi bo'lib ketgan bu xat bilan xotirini uning o'qib berish rostdan menga beab tuyulayotdi. O'zim o'qisam yaxshi bo'ladi. Lekin o'qib bo'lmayman. Haqqa o'qitgandan salla o'qib berganing afzal. Senmi cho'ng bo'lib qolding? G'araz o'qidigan bola bo'libsan. Yana kelib, sen bularni allaqachon o'qib bo'lding qizim. Şoňa nem bolsa şunu oqiyvergin. Men mo hikoya o'qib beryotdi deb anglay. Bu apamning sizga qoldirgan xati ekan. Avval xatni o'qiymi? Ma'qul. O'qi qizim. Men apamning uningga yezib qoldirgan xatini o'qishga boshladim. Keyingi qismdan Ariya. Salom soatim bo'lmagan bu xatni ko'rib hayron qolasiz. Ehtimal bu xatim sizga tega yo tegmas. Әмді болсымы мені рәт қылма. Менің еш ішім қолашмады. Мен әміні ташлап еніға бармен. Біз тұрмышымызны башқадан орылаштырып бақайлы. Pul egistin oğur küşlük dep, men gap qılmasam, siz nimi sakrap ketdiniz? O buzuqning oldida men va qizim hech nima emasmi? İşler sen o'ylagandek bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Men bu g'amdan xalos bo'latdim. Sen bu yerda men uchun avar bo'lib yurmayding. Hicran naqshisi. İkinci qism. Bu apamning sizga qoldirgan xati ekan. Avval xatni o'qiymi? Ma'qul. O'qi qizim. Men apamning uningga yezib qoldirgan xatini o'qishga boshladim. Salom soatim bo'lmagan bu xatni ko'rib hayron qolasiz. Ehtimal bu xatim sizga tega yo tegmas. Nimali bo'lmasin, sizga bu xatni qoldirmasam bo'lmaydi deb o'yladim. Men sizning eng yiroq va eng yaqin tanishingiz. Shuncha yillardan buyon bizning oilada, erimning nafaslarida biz bilan birga yashab kelganingizni o'ylasam, sizga bo'lgan nafratim qaynab tashidi. Qaysi bir ayol o'zini bag'riga ilib yotgan erning boshqa bir ayol uchun nafaslanib, boshqa bir ayol uchun yashab o'tishni qabul qila olsin.
Bu dunyoda hech kim o'zining taqdirining qanday bo'lganligini bilishga qodir emas. Bo'libmi nikohning g'oyibligi odamga o'ylamagan qismatlarni beg'ishlab, ba'zilarni hayot bo'stonlarida kuldirsa, ba'zilar nadomat cho'llarida qanqir qaqishdi ekan. Ehtimol kulib o'tadiganlar to'lim oz bo'lsa kerak. Qarasam, biz bir jipga bog'langan baxtsizlardan ekanmiz. Men gapni yanada sal boshdan boshlay. Men yenimdala bir-biri uchun tinimsiz so'qib turadigan bir jup yurakning bog'liqini bayqagan vaqtimda allaqachon kechikkan edim. Osmondan yerga tushgandek bo'ldim. Pushaymon va nafrat meni aqlimdan ozdirayli deb qolgan edi. To'y qilib, bu uyga kelgandan buyon sizlarning bir aqitim yuzdirani ko'rishganinglarni bilmasammi, lekin telefon urish to'limi taski to'xtaydigan shu vaqtlardami 2-3 oyda bo'lsin bir aqitim telefonda ko'rishib turadiganinglarni. Uning telefon urish uchun pochtaxonaga bordiganligini bilib qolgan edim. Shuning bilan sezgirlikim texmi eshib, uning qadam va o'ylarini kuzatadigan bo'ldim. Uning ba'zida tun kechgacha uzmay tamaki chekib, deraza sirtiga qarab o'tirganini ko'rganimda tomir-tomirlarimga los suv quyib atgandek beorom bo'latdim. Chayon chiqib olgandek ixtiyorsiz turib ketdim. Ochiqimda uning bilan tuzuk hisoblashmoqchi, hatto o'sha noma'lum ayol siz bilanmi ko'rishmoqchi bo'lib ketgandim. Lekin uning menga o'chib qolishidan, meni tashlab ketishdan qo'rqib, hech nima deyolmaydim. Bir kuni kechida u shira oldida qalamni tutqunicha kitobga yuzini yiqib uxlab qopdi. Odatda uning bunday vaqtlari ko'p bo'ladi. Bugunmi uni uyg'otib qo'ymoqchi bo'lib qarasam, kitobning orliqiga qo'yilgan qog'ozda uning yozayotgan bir parcha xati bor ekan. Balkim oxirlashmagan bo'lsa kerak. Men ehtiyot bilan uning qo'llari to'sib olmagan qismiga ko'z yugurtdim. Endi bo'lsa meni rad qilma. Mening hech ishim qo'llashmadi. Men hammani tashlab yeniga boraman. Biz turmushimizni boshqadan o'rlashtirib boqaylik. Oxirini ko'rishga jur'at qilolmadim. Imkoniyatmi bo'lmagan edi. Qiyirishqandek yomon yerni ko'rib qolganimni. Muzdek bir titrak mengamdan kirib, topinimdan chiqib ketdi. Ko'z oldim qorong'ulashdi. Men va qizim uningga hech nima emaskanmiz. U bizni uzil-kesil inkor qilmoqchi ekan. Ko'z yoshlarim taramlab oqdi. U xatning o'randan sizning tex qo'shilmaganligingizni bilsam-mu, lekin bu xatiga qandoq inkos qaytira, u ayol ma'qul desa, shu bitli qizim ikkimizni tashlab ketamu degan tashvishli xiyollar bilan bo'lib ketib, uning uyg'onib menga ochiq va savol bilan qarab turganligini sezmayli qopdim. Meni nima yozayotdiki deb ma'rif kelganman. Qachondan beri mushundaq timiz qilib yurishni o'rganib olgan. Uning mixdak qadilib turib, ta'addi bilan aytgan gapi bir dadimni un qildi. Men yaxshi ko'rdigan qo'shuvmi qashlari ostidagi nurliq ko'zlari g'azabdan bo'rining ko'zlaridek yenib turadi. Uning bu holati mening sabr qachamni tashirdi. Pul egisdan o'g'ri kuchlik deb men gap qilmasam, siz nima sakrab ketdingiz? U buzuqning oldida men va qizim hech nima emasmi? Oxirgi gapim og'zimda qoldi. Qochtimga zarb bilan urilgan bir tasdekdan oqamga uchib ketdim. Uni haqoratlash emas, uning nomini iflos og'zingga ilishingga ruxsat yo'q. U vayjonlab yetishimga, ko'z yoshlarimga parvo qilmasdan gursildab dastigincha darvozadan sirtqa chiqib ketdi. Shu kech ko'z yummasdan yig'lab chiqdim. Sizni jaddi jamaatingizga qoldim. Uning menga qaragandagi o't yenib turgan g'azabli ko'zlar bilan sizga yozgan xatidagi o'tinishlik so'zlarini o'ylasam, o'zimni osmondan tushib ketgandek to'limi ojiz, bechora sezatdim. Menmi sizga xat yozib, men uchun qimmatli bo'lgan oilamni saqlab qolish uchun o'tinmoqchi bo'latdim.
lekin qaysi adresga qaratib, kimga yozishni, qaysi nomerga telefon urishni bilmaydim. O tang atarga yaqin g'arq masbiti kirib, gap qilmasdan uxlab qoldi. Men uning harxilliq chiqib turgan chiroyiga qarab o'ltirib, birdanla uning ichim og'rib qoldi. Biz to'y qilgan 4 yildan buyon uning tuzukrak echilib kulganini, kechalar xotirjam uxlab baqqini ko'rganim esimda yo'q. Faqat gohi-gohida echilib qolgan vaqtlarim aslida siz bilan aloqalashgan vaqtlar ekan. Oxirida o'zimni ayblamakdan o'zga amal qolmaganligini his qildim. Asli uning bilan to'y qilmasam bo'pti ekan. U ko'ngilda nima o'ylaydi? Nima uchun uydagilar bizning to'y ishimizni ko'tarib chiqqanda oqiga tortib men bilan ko'rishgili unmaydi? Mushundaq masalalarni burunroq o'ylamaganimga bakmi o'kindim. Lekin biz bir to'y qilib bo'lgandik. Qizimizmi 3 yoshdan oshqandi. Nima amal? Shuningdan keyin biz texim o'sal bir xil kayfiyat ichida yashashga boshladik. Buruqtirmliq yuragimni par qilib etdi. Eliq ketsi uning xetini ko'rib qolmasam bo'pti ekan. Mayliga qo'yib bergan bo'lsam, bilmaganga silib olgan bo'lsam, ishlar asta yaxshi bo'lib ketar ekan deb necha qitim o'kinganmi bo'ldim. Chunki men asta sizning mening oilamni tortib olish niyatingizning yo'qligini his qilib qolgan edim. Erimning shu chaqdagi ahvolida siz salla deb bersangiz, u ona bola ikkimizni tashlab yaningizga ketishdan yonmaydi. Men shuni his qilib tursammi, lekin yanala sizga o'shmanlik qilatdim. Nafratlanatdim. Qudratim yetsa, sizni eng ig'ir fojialarga giribdor qilib, ko'z yoshlaringizni qarab bir qitim huzurlanib kulib olsam debmi o'ylab ketatdim. Gapimni tushunyapsiz. Shu topdagi ko'nglimni his qila olgansizmi? Men sizdan ana shundoq nafratlanib keldim. Shundan keyin undaq sirkilishlar oramizda nurg'un qitim bo'lib o'tdi. Qaysi birini deb bo'lay? Men har qancha o'zimni tutib olay desammi, tong bilan tang mashinasini ilib chiqib ketib, yerim kechalarda kirayotgan erimning parvosizligiga, menga e'tiborsiz qarashlarga chidamay, har amallar bilan uning zahardek gaplarim bilan nashtirimni sanjaydim. Qizimga gap qilgan bo'lib, uni cheqib olatdim. Oramizdagi ziddiyat qizim bilan tangchong bo'lib o'tdi. Uning qizimga bo'lgan mehri qancha kuchaygan sari, meningmi uningga bo'lgan adovatim chunqurlashib beryotdi. Chunki men farishta emas edim. Issiqqini, hayajonli tuyg'ulari urg'ib turdigan, oilasini chin mehr bilan so'ygan bir ayol edim. Erini yuragidan so'ygan bir ayol edim. Qaysi bir yil ishganligi aniq esimda qolmabdi. U kira chiqib qoldi deb chiqib ketgancha 3 kungacha uyga qaytmadi. U shiraqqa yo'l chiqib qolmasala, odatda sirtda qo'nib qolmaydi. Safarga chiqish to'g'ri kelgandimi, nega mangdi, qachon keladi, buni biz bilib turatdik. Bu qitim boshqacha edi. Ko'nglim uyib, zodla turolmadim. Nadimi u chaqda hozirgidek telefon qulayligi bo'lsin. U cho'qim yilqi ayolning yiniga ketdi. Shu yerga ketdi. Vafosizlar, buzuqlar, ifloslar. Men to'xtamay qog'aydim. Sizlarga, taqdirga, o'zimga la'nat yog'diratdim. Keyin o'ylasam, shu chaqda asli erimdan ayrilib qilishdan qo'rqib ekanman. Uning shu ketgancha qizim ikkimizni tashlab etishdan ansirab, meni changiliga ilib olgan tashvish sabablik erimning hozirgacha bu uydan hech nimani kam qilmaganligini, qizim ikkimizni bo'yin qistirib qo'ymaganligini, hatto ota-onamning g'amini yeb kelayotganligini, eng muhimi uning qiziga bo'lgan mehrining chunqurligini butunlay asdan chiqarib qo'yibdiman. O'shmanlik va adovat mening aql bilan hukm qilish iqtidorimni nobud qilgan bo'lsa kerak. Shuning uchunmikin u
u kәgicha hatto amdi qaytib kelsa, uningga chiroyli muomala qilaman, hech qanday ishni yuziga solmayman, asta-asta uning qalbini illatib, kashmishlarini unuttirishga tirishiman deb, o'zimga bergan bir talay va'dalarimni unutib, u bu so'g'dan kirib bo'g'icha, uningga issiq choy emas, bir tog'a top-tana savol so'roqlarni oldiga qo'ydim. ishlar sen o'ylagandek bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Men bu g'amdan xalos bo'latdim. Sen bu yerda men uchun avor bo'lib yurmayding. U shundaq debla ko'zni yumg'incha jimjit yetib oldi. U shu kelgancha qattiq og'rib, 3 kungacha qizib chiqdi. U tinimsiz birla ismni, sizni chaqiratdi. Uning oshi jo'yilishlariga qarab, sizning biror hodisiga yo'liqqanligingizni qiyos qildim. Rostni desam, ko'nglimda xush bo'ldim. Bakli xush bo'ldim. Lekin yanada bir ishni tushunmaydim. U rostdan bir kelishmaslikka yo'liqqan bo'lsa, u qandoq bilgandi? Bu telefon qismi hay, mumkin emas. Ularning yuragi rostdan tutashmadi. Ko'ngli tuyishamdigandi. Men ashindaq o'ylanimni qilib qolatdim-yu, oqidanla qurib ketsin u tutashliqi deydim-da, nemali bo'lsin, sizning yanada men uchun noma'lum bo'lgan ahvolingizga tantana qilib, xo'p bo'pti deydim. U og'rib holsiz yotsimi, ixtiyorsiz holda g'ingshib naqshimni aytib qo'yatdim. Kallamga sizni shu bitib o'libli tugaysichu deb, o'kinishli xiyolmi necha qitim kep bo'lgandi. Manga endi fursat kelgan edi. Men bor kuchim bilan uningga yaxshi qaradim. Azaldan qilib boqmagan mehribonliklarni ko'zda paybidak bo'ldim. U isbotsiz qarab yotsimi, yanada uni qaytirib kelishga ishonchim bor edi. Bo'lsa uni uzunroq yetib qolsa, tala tuziga chiqmay bir mazgil mening kutishimda bo'lsa deb o'ylaydim. Lekin ish men o'ylagandek bo'lmadi. Uning mening yoshlik tuyg'ularimni, o'tdek qizg'in muhabbatimni sezdigan ko'zlari bag'an sir xiralashib, qalbidagi mustaqlari kun sir egizlab ketayotgandek, uning uchun hayotning, yashashning hech qanday ahamiyati qolmayotgandek bo'lib kelyotdi. Uning qizig'i beg'ishlaydigan tabassumlarimiz suslab, erkiltishlarimiz ozlab ketayotdi. Go'yoda qizni bag'riga ching'ida bosgancha unsiz o'ltirib ketadi. Bilindirmay turib chanoqlardan sirg'ib chiqqan yoshlarni surtib etadi. Lekin bularning hammasi mening ko'zimdan qechib qutulolmaydi. Uningga birdanla ichim og'rib qoldi. Bir nima deyishni o'ylasam-mu, hech nima deyolmaydim. Faqat ichimdan nola qilatdim. Men nima bo'lsam bo'lay, uni bu darddan xalos qilg'in deb nola qilatdim. Hafta o'tdi, oymi o'tdi. Oxiri bir kuni kechqurun u ko'ngildagi udulla aytdi. Men bir oydan buyon uning jimjit yurishlariga, hasratlik turqiga qarab, nima o'ylayotgandi deb bilishga intilgan, meni tit qilgan gapni hech takallufsiz, rangsiz holda udulla dedi. Biz ajrashib ketaylik. Balani olaman desang, sening yaningda tursin. Bo'lmasa men ap qilay. Uydagi narsalar ixtiyoringcha bo'lsin. Xalqini elib ketayvergin. Nim dedingiz? Osmondan chiqilib tushgandek antikib ketdim. Mening barliq tirishchanligim yo'qqa chiqqan edi. U nima uchun shunday qildi? O'sha ayol uchunmi? O'sha ayol hatto uningga qizidanmi muhim edi? Mening xotin bo'lgandan buyongi aqidamchi. Kallam qarang. Hech nima degim yo'q edi. Uningga yana ajrashmayman deyishga g'ururim yo'l qo'ymaydi. Sen uning uchun parvona bo'lib atrofida cho'gilab yursang, u ochiq oshkora holda boshqa bir ayol uchun ahvoh chekib yursa, qaysi bir ayol bunday reallikni qabul qila oladi? Keyin bildimki, u mening sizni bir necha qitim afsona gaplar bilan haqoratligimni kechirolmabdi.
Shu kuni kecha men qizimni bag'rimga besib, yum yig'ladim. To'yimizni cho'nglab qurashtirib qo'ygan bilan men uni xeyli burunla yaxshi ko'ratdim. Mening uningga atab yozgan xotiralarim, uningga berolmaydiganimni bilib tursammi erinmay yozgan xatlarim, uningga beg'ishlagan va uningdan kutgan armonlarim bor edi. Keyin to'y qilgandan keyinmi bu maxfiyatlikni ichimda bilib, bu xotira va xatlarni opamning uyida go'hardek saqlab kelgandim. Qachondir bir kunlarda uning muhabbatli ko'zlarini ko'raliganda, ondan uningga ko'z tishni o'ylagan edim. Bilotamsiz, men uchun eng yaqin va eng shiroq bo'lgan notunish bo'lgan ay ayol, menmi uni, erimni u xuddi sizni so'ygandek, siz uni so'ygandek so'yib kelgan edim. Afsuski, men mag'lub bo'ldim. Taqdir meni mazoq qildi, ko'ldirlatdi. Arzu qilgan baxtimni qo'shqo'llab men tutqizib qo'yibla, oqidan yana rahimsizlik bilan tortib oldi. Bu bakma adolatsizlik edi. Men chidamadim. Lekin chidamasam nima amal bor deysiz? Biz jimjitli ajrashib ketdik. Menga hech narsa kerak emas demoqchi bo'ldim-yu, undaq qilmadim. Qo'saq ko'pikimni chiqarish uchun bo'lsa-mu, uydagi hamma narsani degdek opamning uyiga ko'chirib etdim. U hech nima demadi. Faqat sen rozi bo'lsanglar mayli deb, bu ishlar bilan hech qanday munosabati yo'qdek parvosiz qarab turdi. Uning parvosizligi g'ururimni texmi azobladi. Bizning 5 yildan ortiq yashagan issiq makonimizmi cho'lmoqda edi. Xuddi qushlarning o'zi buzilgandek. Qizimni ib ketmoqchi edim. Tuyuqsiz uni qoldirib qo'yish xiyoli kelib qoldi. Shu chaqda qizimdan ayrilib chiday olamdim yo'q, kichikgina qizning sabiy qalbiga qanday azorlar yetdi degandek masalani o'ylashqidek hafsalanma yo'q edi. Faqat uning bizdan qutulibla, o'dil sizning yiningizga ketib elib, bizni shu bit unutib ketishdan ansiraydim. Yana bir jihatdan uni balaning jafosini tatqancha mening qadrimga yetib baqsin degan ochiq aralash umidmi yo'q emas edi. Men uyingizga bol ko'tirib kelmagan. Nasima sizning yiningizda qolsin. Bu gapni o'zimning qandoq deganligim esimda yo'q. Faqat ochiq va hasrat tufayli qo'rqinchi menga eslab turgan, mendan bir qadam ayrilib boqmagan qizimni bag'rimdan elib, uning oldiga rahimsizlik bilan tashlaganini bilaman. Undaq tex yaxshi. Men bir amallarni qilib beqib ketaman. Sening yaningda tursa, men qargan holatdami sizlar qiynalib qolishinglar mumkin. U shundoq degunicha nima qilarini bilmay unchib turgan qizimni quchog'iga oldi. Men uni jabo tatqizman deb aksicha xushal qilganimni his qilganimda kechikkan edim. Gapni avval deb bo'lgan edim. Bir hafta o'tmasinmi, oldimga bolani ko'tirib, yelinib bormaganini ko'ray. Ichimda shundoq o'ylasammi, uning hargiz oldimga bormaydiganligini bilardim. Rostni aytganda, uningga turmushni qamdamoq oson emas edi. Mashinasini so'rab chiqsa, bu pul. Bo'lmasa, uning nədimi g'amsiz yashag'dek puli bo'lsin. Ota-onasi shuning qo'liga qarashliq bo'lsa, yana bir qitim uningga ichim og'irdi. Xayr, o'zingmi qilding, menga qilding. Keyingi qismdan Ariya. Shundoq biz ajrashib ketdik. Bu yerda bo'lmas nada? Uni qaytirib ketdimi? O'zim qarayman. Qizim ikkinglarning oldida ayblikman. Meni nima deb ayblasang, tillavasang, men og'rinmayman. Sizmi o'qib bo'lganmi? Bu kitobni men bek yoqtiraman. Hijron naqshisi.